Assalomu alaykum do'stlar, sizlarni YouTube kanalimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Seximizning manzili Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan. Vaqtingizda olmagan holatda ko'p gapirmasdan, xudo xolasa shu ko'rib turgan komplektinglarni video obzorini qilib beraman. Narxlari juda chiroyli narxlarda, xudo xolasa ko'rib, ma'qul kelsa like bosib qo'yasizlar, videomiz yoqsa, keyin Sexni o'zini YouTube kanali shu soatdan obuna bo'lib qo'ysanglar, biz xursand bo'lamiz. Arzimagan narsa sizlar shuni bitta obuna bo'lib qo'yasizlar, sizlardan hech qanaqa pul talab qilinmaydi, lekin bizga katta motivatsiya bo'ladi. Xo'p, do'stlar, bizga usta yordamlashadi kamera orqasida, o'zi narxlari bo'yicha, hamma ma'lumotlari bo'yicha men sizlarga birma-bir yetkazib o'taman. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'yicha imkoniyati bor. Kelmoqchi bo'lganlarga ustani telefon nomeri ekraningizning past qismida turibdi, bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Demak, obzorimizni boshlaydigan bo'lsak, bu komplekt 16 kishilik bo'lgan ekan. Rossiyskiy lisva yog'ochda stullari ko'rishinglar mumkin. Machalkalar 9 sm o'tiradigan qismida, suyanadigan qismida 3 sm atachento material, jemchug svet sepilgan. Stolning razmeri 360 ga 120, stol xon taxta bo'ladi, MDF qilingan. 16 kishilik komplekt, siz xohlagan rangda, xohlagan material bilan ishlab chiqarib beriladi. Narxi necha pul usta? Narxi 4,5 million so'm. 4,5 million so'm. 4,5 million so'm ekan do'stlar, bemalol mana upakovka holatda, shunaqa holatda chiqib ketadi. Bu ishlar ham mana mashina tayyor, bu yerda yuklanyapti. Shu holatda upakovka bo'ladi, mana ko'rib olsanglar bo'ladi. Tayyor obrazes. 4,5 million so'm degan. Do'stlar, bu 5 metrdan katta uylarga tushadi, 16 kishilik. Orqalarini ko'ryapsizlar, broshka pardali qilib ishlangan. Bundan tashqari bu komplekt bor ekan, mana xuddi shuni 12 kishiligi, 12 talik bo'lgani uchun stolning razmeri 275 ga 110, stoli xon taxta bo'ladi, jemchug svet, listlak absolyutni bir xil ekan, hamma yo'g'i 12 kishilik usta necha pul? 3 million so'm ekan do'stlar, gap bo'lishi mumkin emas. 3 million so'm. Agar kimgadir yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Kanalni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Endi xuddi shuni, faqat materiali boshqacha, qolgan joyi hamma yo'g'i bir xil. Materiali qanaqa deymiz bu rangda, xullas ko'k, to'q ko'k atachento. Bu молочный atachento ekan. Bu ham 3 million so'm, adashmasam 3 million so'm. Sababi materiali rangi o'zgaradigan bo'lsa, puli o'zgarmaydi. Ko'rishinglar mumkin, bu komplekt stullar yong'oq yog'ochda yasalgan, shampansivet sepilgan, materiali gullar o'rtaga kelgan, suyanadigan qismida ham, o'tiradigan qismida ham atrigul, kapalak, plankali deymiz buni. 12 kishilik ekan, stolning razmeri 320 ga 120, stol MDF da bo'lgan. Rossiyskiy laminatsiya qilingan, tepasida xon taxta bo'ladi. Orqalarini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz do'stlar. Orqalari ham o'zini materialda ishlangan. Bu komplekt, bu komplektimiz o'rtali yong'oq yog'och, narxi 6,5 million 7 millionga sotilyapti. Biz kanalimizga obuna bo'lganlar uchun 6 million so'mdan qilib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, 6,5 million 7 million sotilayotgan komplektni bizi obunachilar uchun deyapti usta, ya'ni shu YouTube kanal ustani o'ziniki. Bemalol 6 milliondan olishi mumkin agar obuna bo'lgan bo'lsa. Obuna bo'lmasdan turib zakaz qiladigan bo'lsangiz 6 million 300 ming so'm. Xo'p, keyingi komplekt hamma yo'g'i bir xil. Machalkalari 12 sm, suyanadigan qismida 3 sm machalka ishlatilgan. Stollari ham MDF, buladi ham xohlaganda 16 ta, 20 ta, 24 talik nechtalik xohlasangiz qilib beramiz. Xo'p, bu komplekt ham 6 million so'm. Sababi rangi o'zgarsa dedik. Videoda boshida pul o'zgarmaydi. Bu jemchug svet, kimgadir shampan svet yoqsa shampan svet. Materialni xohlaganingizdek qilib ishlab beriladi. Xo'p, Cobra 3D ko'rib turibsizlar. 3D deganimiz oyog'i 3D roverda chiqqan, mana yaqinlashtirib ko'rsataman. Yong'oq yog'ochda ishlangan Cobra Monica 3D deymiz. Machalkasi atachento materiali shampan svet sepilgan, orqalari pardali qilib ishlangan. 12 kishilik komplekt bo'lgani uchun stolning razmeri 320 ga 120, stol MDF dan xon taxta bo'ladi. Usta buning narxi necha pul? Bunimiz 7 milliondan 7,5 millionga sotilyapti. Biz obunachilar uchun 6,5 million so'mga qilib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, agar narxi sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz. Dastavka siz uyingizgacha ham mavjud. U yog'ini kelishasizlar. Xo'p, bundan tashqari xuddi shuni faqat Xitoy atirguli, tepasida farqi bor, ko'rib turibsizlar. Oyoqlari hamma yo'g'i bir xil yong'oq, 12 kishilik, materiali ham juda chiroyli ekan. Tepasiga chester qilingan, pastiga o'tiradigan qismida gulli material qo'yilgan. Orqalari broshka qilingan, shampan svetda ishlangan. Xo'p, Xitoy atirgul bilan Monikaning farqi bormi, pulida yo'qmi? Puli bir xil. Bizning obunachilar uchun 6,5 million. Gap bo'lishi mumkin emas. Ustaning telefon nomerini ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Telegram, WhatsApp, Instagram hammasi bor ekan, mana screenshot qilsam bo'ladi yoki bo'lmasa xuddi shu nomer mana ekraningizning past qismida turibdi.
Xo'p, menga ochiqroq svetda nargini materiali rangi yoqdi, lekin buni karkazi yoqdi desangiz, mana sizga mana shuni tavsiya qilamiz do'stlar. Xitoy atirgul 3D materiali Atacento. Ko'rib turibsizlar, juda chiroyli ishlangan. Hozir komplekti buzilib ketib qolibdi bu yerda. Bu ham 12 kishilik. Bu ham sotiladi, xudo xolasa 6,5 million so'm bu ham. Do'stlar, 5 minut ichida mana 10 komplekt obzorini qilib berdik. Buni ko'rishinglar mumkin. Karkas qismi bu 100% yong'oq, boshqa narsa aralashmagan, xudo xolasa. Bemalol qo'rqmasdan ayta olamiz. Hali kraska sepilmagan, ishlov berilmagan holat mana shu. Mana shu narsa ko'rib turibsizlar. Bu narsa shu holatga keladi, xudo xolasa. Mana bu yoqda to'yxona zakaz, mashina tayyor, yuklanadi, xudo xolasa chiqib ketishga tayyor bo'lib, lisvaylar turibdi. Agar kimgadir donaga hisoblab kerak bo'ladigan bo'lsa, donalik ham sotilaveradi, komplekt ham sotilaveradi. Hozir lisva yog'i shu narsa 220 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Do'stlar, videomiz mazmunli, qisqa, chiroyli bo'lgan bo'lsa, bitta like tayamiz. O'zingizni xulosangizni kommentariyada yozib ketsangiz, biz xursand bo'lamiz. Obuna bo'lganingiz uchun ham sizga alohida rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar, oilalar uchun.